Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Ultra Cross. Bu videomizda men qilich, kirka va boltalarni qaysi kitoblarga sehrlash mumkinligini ko'rsataman. Bizga buning uchun birinchi bo'lib anvil va qilich, lapota, kirka, boltani olamiz va anvilni bu yerga qo'yib bularni initamizni olishim kerak. Birinchi qilich uchun bu loading uch va unbreaking va mana shu yerda knockback degan bo'ladi. O'shani keyin fire attack va mana shu yerda sharpness olasizlar. Sharpness va birinchiga qilichni qo'yib shunday qilamiz. Asli shu kitoblarga qilichimizni sehrlab olamiz. Mana qilichimiz sehrlandi 5 ta kitobga. Buni shu yerga bitta olsak, qarang. Loading 3 kuchi. Judayam ko'p. 5 ta pishirilgan go'sht va teri. Bular tashlab yuboramiz. Buni esa qanday ishiga hech nima bermadi. Shunday qilib bu yerga bitta kitob qo'yib joyiga solib qo'yamiz va endi kirkaga o'tamiz. Kirkaga esa mana shu yerda effectiveness 5 bor. O'shani olasizlar va unbreaking olasizlar. Shu unbreaking bilan effectivenessni olasizlar va kirkani qo'yib sehrlay boshlaysizlar. Va Fortuna degan kitobni ham olib, uni ham sehrlaysizlar. Mana bu kirkamiz ham tayyor. Bunisini solib qo'yamiz. Endi esa boltaga navbat. Boltada ham xuddi shunday. Unbreaking, effectiveness va sharpness ham bo'lishi kerak. Endi effectivenessni olish kerak. Mana effectiveness qo'yib boltani ham sehrlab olamiz. Mana u ham tayyor. Endi lapotaga kelsak, unbreaking, effectiveness ham bo'lishi kerak menimcha va sharpness. Bunga ham xuddi shunday. Sharpness bo'lmaydi ekan. Bu kitoblarni vijmaniga o'tib sinab ko'ramizmi? Xuddi shunday qilamiz. Bularni olamiz. Birinchi bo'lib lapota. Shunchaki kreativda bo'lganda qaziydi. Kirka ham xuddi shunday. Mana buni qarang. Mana lapotani kuchi degani. Kreativda qaziyotganda lekin bloklar tushadi. Mana qarang. Juda ham tez qavlaydi. Boltani ham ko'rsataymi? Ko'rsatish kerak. Xo'sh, lapotani ko'rsatish uchun anaqa borish kerak ekan. Qani go. Boramiz.
bu ham xuddi shunday qaziydi. Chopadi degan adashtirdim. Uzr. Buni qaranglar sizlar. Juda ham tez hammasi. Endi kirkani rudalarga qanday ta'sirini ko'rsatishim kerak sizlarga. Ruda topamiz. Bu yerdan ish chiqmasa kerak o'g'lim. Video yoqqan bo'lsa obuna tugmasini bosib qo'yinglar va like ham ayamanglar. Ana go.